Isroil harbiylari 7-mart kuni kechqurun Eron bo'ylab navbatdagi zarbalar seriyasini amalga oshirdi. Bu safar energetika infratuzilmasi obyektlari nishonga olindi. Xususan poytaxt Tehron va uning atrofida joylashgan yirik yonilg'i saqlash omborlari zarba ostida qolgan. Bu zarbalardan keyin joylarda yirik yong'inlar chiqdi va hamon davom etyapti. Natijada osmonni quyuq tutun qoplagan va shahar zulmat ichida qolgan. Aholi nafas olishga qiynalayotganidan shikoyat qilmoqda. Tehronda yashovchilar jurnalistlarga bergan intervyusida qora tutun quyoshni to'sib qo'ygani haqida aytishgan. Shahar zulmatga cho'mgan, osmon qop-qora, go'yo bo'g'ilayotgandekmiz. Kecha-kechqurun portlash osmonni qanday yoritganini ko'rdim. Bu men ko'rgan hech narsaga o'xshamasdi. Bu qiyomat yoki mening tasavvurimdagi do'zaxga o'xshardi, deydi ulardan biri CNN ga bergan izohida. Bundan tashqari neft omborlarida ro'y bergan portlash va yong'inlar atmosferaga katta miqdorda xavfli kimyoviy moddalar chiqishiga olib keldi. Mutaxassislar bu zaharli kislota yomg'irlariga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.